O'rtoq, kim? Menga qara, ne uyingdan narsalar olib chiqib sotyapsan? Mahalla diborlardan eshitdim. Oxirgi telefoningni olib chiqib sotib, uyingga ro'zg'or qilsan. To'g'ri, meni ham aybim bor. Bir-ikki oy ishlarim bilan bo'lib, ozgina chalg'ib qolman. Lekin sen telefon qilsang bo'larmidi menga? Yoki bolalaringni uyga chiqarsang bo'larmidi? Sen bilan bizni qiyomatli do'stmiz dedik-a. Qiyomatli do'st shunaqa bo'ladimi? Men shu bitta shapaloq urganimga yuzing og'ridimi? Seni qilgan ishingga men dilim og'ridi. Yuragimga tegdi. O'rtoq, seni ham ishing ko'p. O'zim muammolarim yetib, seni ham bezovta qilgim kelmadi. Qiyomatli do'stlarning o'rtasida muammo u degan gap bo'lmaydi. Do'stlar mana shunaqa payt bir-biriga yordam bermasa, qachon yordam beramiz? Mana telefoning, mana pullarim bor. Ertaga ofisga o'tgan. O'sha yerda gaplashamiz. Rahmat o'rtoq. Boringga shukr.